Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər, Dünya Qurq Qurultayı Tor televiziyasının Uyğur Avaz söhbət proqramısına hamınızlar xoş gəlibsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər, bugün naq bir yıl burun 24 noyabr Ürümçi ot faciəsi yüz bərgənliyining bir yıllık xatir günü. Bu münasebət bilan bugün biz Dünya Qurq Qurultayıning reisi Толқын İsa əfəndim və Qurultay Qanun Komitetining müdiri və oxşaş vaqtda Kanada Uyğur haqlarını qoğdaş quruluşunun icra direktori Mehmet Toxta əfəndimni bugünkü bu 24 noyabr Ürümçi ot afetining bir yilligini xotirlash programmamizga taklif qildik. Oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganlar uchun ikkilanlarga rahmatimiz bildiramiz. Sizlarga rahmat. Hörmətli görürmənlər, həminlarının xəbər bolğandək, ötən il 24 noyabr keçdə Ürümçilik Uyğurlar toplashib o'ltiraqlashgan Tangirtağ ahalilar o'ltiraq rayonidagi bir binoga o't ketgan. Az degan 42, az deganda 40 kishininki qazo qilishiga sabab bo'lgan bir fojia yuz bergan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu o't ofatida o't 15-qavatdan boshlanib 19 va 20 qavatlarga tutashgan. O't ofati 3 soatdan ortiqroq vaqtda aran o'chirilgan. Xitoy doiralari ayni vaqtda bu fojiada qazo qilganlarning sonini 10 kishi deb e'lon qilgan edi. Halbuki Erkin Asiya radiosi va boshqa ijtimoiy aloqa vositalaridan bo'lsin, aniqlanishicha, Urumchi Janubiy Shinxua yo'li soqchi punktidan bir soqchi qazo qilganlarning soni 40 nafardan ortiq, doktorxonaga elib berilgan og'ir darajada yaralanganlarning soni nihoyat ko'p, qazo qilganlarni sanashga vaqtimiz yetmadi deb javob bergan edi. Bu o't ofatida 19-qavatdagi uyda 4 bolasi bilan birga qazo qilgan marhum Qamarnisoxon Abdurahmonning Sharofat va Muhammad ismli ikki bolasi Turkiyada o'qiyotgan bo'lib, 2017-yildan keyin oilasi bilan aloqasi uzilgan. Ular opasining va 4 ukasi, ular Sheyda 13 yoshga kirgan, 11 yoshli Imron, 9 yoshli Abdurahmon, 5 yoshli Nahdiyalar bo'lib, ularni aşı o't ofatida qazo qilganligini ularmi ijtimoiy taratqulardan ko'rgan. Keyinchi ularning dadisi va cho'ng akasining turmada ekanligimi Erkin Asiya radiosi tarafidan dalillangan edi. Kuzatuvchilar ayni vaqtda marhum Qamarnisoxon Abdurahmon oilasining fojiasining Uyg'urlarning navbatdagi tragediyasini tixim aniq gavdalantirdi deb qaragan edi. Ma'lum bo'lishicha, Urumchida yuz bergan o't ofati Xitoy hukumatining yuqumni nolga tushirish qamal siyosatiga qarshi namoyishlarning pilsiga o't yoqqan bo'lib, namoyishlar tezdan kengayib, oq qog'oz harakatiga aylangan. Beijing, Shanxay qatorliq shaharlarda qamal cheklamasiga shundoq hukumatning munosabat siyosatlariga qarshi keng ko'lamli namoyishlar yuz bergan. Shuning bilan Xitoyda Urumchi nomi nozik atalib aylanib qolgan, hatto Shanxay shahridagi namoyish Urumchi o'tir yo'li nomli ko'cha bo'lganligi uchun Xitoy doiralari bu ko'cha taxtasini keyin ilib etgan. Xo'sh, savolimga kelsak, hurmatli Толқын İsa әфәндім, ayni vaqtda bo'lgan bu o't ofati bu voqeaninki xalqarалық ta'siri qanday bo'lgan edi? Rahmet, bu programı teklif kıldığınız için aldı bilen ben bu ot afetinde alanın ötken şehit boğan şehitlerimizden roy şad olsun deymen, nur içi yatsın deymen, yatka yeri cennet olsun deymen, aile tabatlarına sabır dileymen. Bu ot afeti bir kıtımlık nokul bir ot afeti emez. Bu Xitoy hükümetinin halkımızga ettirayotgan irqiy qirg'inchilik ve insaniyet karşı cinayetinin tipik şekilde yeni bir katım icra kılınışı, yani enik şekilde bir gösterişi. Şunun kanında bu ot afeti bazı diyenlikte bir katımlık ot gitti yani meselesi bu başka. Bu meselede bütün yani Xitoyning yüzlü manayı çoğun bir tesir kozgudu. Bu ot afetinden ak kağıt hareketi başlanıp bu çoğun bir namayışlık aylanıp ketken ki Xitoyning bunun bir başlangıç noktası bulup Xitoyda keng ko'lamlik norozilik hareketleri başlanıp bu nimani qamal qilish karantinini amaldan qoldirishga majbur bo'ldi. Dünyada bu meselede nurg'unlagan davlatlardan bununla norozilik hareketleri çıktı. Xitoy hukumatini aybladi. Hatta Avrupa parlamenti ciddi şekilde bir karar qabul qilib bu Xitoy hukumatının bu karantin tüzümünü ve o't ketken insanların sebepçi bo'lgan Xitoy hukumatini bu javobgarlikni ustiga ilishga
chaqiriq qilib Yevropa parlamenti bir qaror qabul qildi. Boshqa davlatlarning ba'zi hukumatlardanmi shunday qarorlar chiqdi. Nurg'unlagan xalqaro tashkilotlar bu haqda bayonotlar e'lon qildi. Bu atafning elimizdagi xalqaroda shu vaqtdagi matbuotlarda bo'lsin, hukumatlar nazarida bo'lsin, xalqaro tashkilotlarda bo'lsin, kuchli bir ta'sir qo'zg'agan bir voqea bo'lgan. Xo'sh, Mehmet To'xta efendim, sizden so'ragan savolim bo'lsa, ayni vaqtda bu o't ofati chiqqan vaqtda, o'xshash vaqtda Kanadada 10 ming Uyg'urni ekilish qonun loyihasimi tasdiqlanish bosqichida turayotgan edi. Va bu yil 1 fevralda rasmiy shaklda tasdiqlanib, Uyg'urlarninki 10 ming Uyg'urning Kanadaga berishi aniqlangan shaklda bo'ldi. Sizden şu savolim shu, bu o't ofatininki chiqishi, bu o't fojiasi Kanadadagi 10 ming Uyg'urni ekilish qonun loyihasining ma'qullanishiga turtki bo'ldimi? Ko'p rahmat ukam. Aldi bilan merhum şehit kılıngan bu aziz qarindoshlarimiz shularga hammamiz duo qilamiz. Allah ruhini xotirjam qilsin ve dualarımızdan ularni xabardor qilsin. Samimiy duamiz shu. Bunu o't ofati demdoq yoki buni Xitoy hukumatining mushu qarindoshlarimizning o'ltirilishiga qasddan qilgan shundoq oqibatning bo'lishini bilib turib, uningga qarata hech bir tadbir olmagan bir jinoiy qilmish demdoq buni o'ylash kerak. Chunki irqiy qirg'inchilik ehtinomisida irqiy qirg'inchilikni shakllantirgan 5 omilning 3-chisi bir davlatning insonlarning fizikalik ve ruhiy buzg'unchiligiga uchrashiga sabab bo'lgan omillarni yaratish. Mushu irqiy qirg'inchilikning 3-chi omili. Shuna bo'lganda Xitoy hukumati bu insonlarning, gerçi Xitoy hukumati kelib o'q etib o'ltamagan bo'lsin, bu insonlarning o'limiga sabab bo'ladigan sharoitni Xitoy hukumati yaratdi. Ya'ni Xitoy hukumati gerçi bir qancha saatdan keyin o't o'chirish mashinalarini avatdi, bu mashinlar yaqin kelinmedi. O't o'chirish mashinalarining suv chechish uskunalari binoga yaqin kelinmagan bo'lg'achqa suvni checholmadi. Ya'ni bu insonlar kuyib, ichinashlik holda shu o'ldi. Xitoy hukumati buni seyretdi. Yani Xitoy hukumati buni xuddi bir ko'rgazma ko'rganda ko'rdi. Shunlashqa bu Xitoy hukumatining jinoiy qilmishlarining ichida, mushu irqiy qirg'inchilikning 3-moddasida qilmish bo'yicha Xitoy hukumatining mas'uliyati ostida ishlangan bir jinoiy qilmish va bu insonlar o'ltirildi. O'ldi emas, o'ltirildi. Men buni shunday qarayman. Endi bu fojia yuz berganda, yani Uyg'ur xalqining mushu lager tuzumi ve uzun müddet qamoq tuzumi, nazorat tuzumi, her yani şu nazorat qilish uskunalari bilan ko'ch-ko'chlarni, hatto binoga kirish chiqishlarni, uningdan ishlarning sirtidan payatlab, derazalarni payatlab, bu hatto bu insonlarni derazadan sakraydigan imkonni bermay, jiddiy ahvol ostida chiqadigan yoki qochadigan hamma narsani payatlab, inson qilibidan chiqqan bir rezillik bilan, qabihlik bilan bu Covid qamalligi ostida bu siyosatlarni qilganligini butun dunyoga mushu Urumchi qirg'inchiligi munosabati bilan namoyon bo'ldi. Albatta, bundan keyin mayli Xitoy ichida bo'lsin, Xitoyning boshqa yerlarida bo'lsin, bu jiq ta'sir qo'zg'adi. Odatda bizning Uyg'urlarning masalasiga Xitoy millati ko'ngil bilib ketmaydi, hatto Xitoy davlatini qo'llaydi. Lekin bu masala kelganda hatto ba'zi Xitoylarning vijdonimi chidamadi, ko'chalarga chiqishga majbur bo'ldi. Bayatın reisimiz degandek, dunyoda nurg'un organlar, davlatlar ya inkos qaytadi bu masalaga yoki shundoq bir voqeaning bo'lganligidan hammasi xabar topdi. Xalqaro matbuotlar hammasi buni tarqatdi. Kanada bosh ministrimi mushaqqada muxbirlarga
Nayti bu işning içine chiqish ekanligini so'zlab bayonot berdi. Bu yana Uyg'urlarning qanchalik qiyin ahvolda, qanchalik zulm ostida ekanligini namoyon qilishning bir jonliq tipik o'rnak oldi. Ya'ni biz lagerga qamadi, anadan keyin tutqun qildi. Buni bizning ko'zimiz ko'rmadi. Lekin o't optida buni hamma davlatlarning ko'zi ko'rdi. Hamma insonlarning xabarlardan bu insonlarning kuyib o'lganligini ko'zi ko'rdi. Bu bir insonlarda bir savol ishorati paydo bo'ldi. Bu shunchalik shu olamdi deydi. Şonlaşqa bunun Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshlik, davlatlardagi Uyg'urlarga bo'lgan qo'llash va shundaqla shu 10 ming Uyg'urni akilishining muzokara bosqichi parlamentida buning albatta ijobiy ta'sir bo'ldi. Bundan keyinmi shu Uyg'urlar masalasini bizning dunyo miqyosida anlatışımızda bu fojia ne herkes biz unutmasligimiz gerek ve başkalarını unutuldurmasligimiz gerek. Şunlaşka bu programını teyakıgınız için ben alayda rahmet eyledim. Sizge köpten köp rahmet Mehmet Toxta efendim nayetdi tefsili ve etraflık cevap berginiz için sualımga. Hoş emdi İbaytın reisimiz Doğan İsa efendim dep ötdi. Siz mi nayet yaxşı şerilep öttiniz bu noktada. Aynı vaqtda muş otapiti bolgandan keyin Xitoyninki ishkir o'lkalarda bo'lsin va yoki chet eldagi boshqa turayotgan Xitoylar bo'lsin, ularningmi vijdoni qo'zg'alib, ularmi chidamay hatto namoyishlar qilgan e'tiroz bildirgan bo'ldi. Hatto bu harakatning ismi oq qog'oz harakati debmi ayni vaqtda cho'ng g'ulg'ul qo'zg'agan edi. Xo'sh, bu faoliyat, bu namoyishlarmi o'xshash vaqtda Xitoyning ijtimoiy taratqulardimi undidor bo'lsin, shu yerdagi TikTok yoki Douyin bo'lsin, hammasida keng tarqalgan edi. Buni tarqatgan uchunlar nurg'un Uyg'urlarmi tuyuqsiz g'oyib qilib etildi yoki tutilganligi, turmaga tashlanganligi keyingi vaqtlarda dalillangan va aniqlangan bo'ldi. Siz bu vaqtdagi bu bo'lgan ishlarga qarata qanday qaraysiz, fikringizni deb o'tgan bo'lsangiz? Ko'p rahmat. Darvaqa siz degandek bu insonlarning har xil dunyoning har yerida qazo bo'ladi. Insonlar o'ladi, hatto jiq insonlar o'ladi. Lekin bu 24 noyabr bu Xitoy hukumatining jinoiy qilmish asosida shakllangan bu qasddan yuz bergan bu o't ofatida o'lgan yoki o'ldirilgan bu qarindoshlarimiz davlatning Moşundaq bir ahvalda qandaq qilish kerak deb normal davlatlar oladigan tadbirlarning hammani bekor qilib turib, bu Uyg'urlarni qamal qilib, qochadigan yer qo'ymay, chiqish imkoni bermay, yeydigan, ichadigan normal o'zining turmush va salomatlik ehtiyojini qamdashdan mahrum qilib, moshundaq ahvolda yuz berdi. Buning ichinishlik tarafi shu. Anadan keyin bu insonlarni hatto o't o'chirish mashinasi 600 metr şu binanın uzak şunçilik jirakta bo'lishi qaramay o't o'chirish mashinalarimi yetish qilmadi yoki qilinmadi. Xitoyning shu vahshiy olgan tadbirlari Uyg'urlarni qamal qilish, yolg'iz lagerga emas, oilalarga qamal qilish siyosati bilan bo'ldi bu ish. Shunlashqa bu yani dunyo miqyosida va Xitoyda qo'zg'algan bu noroziliklar Uyg'urlarga hissdoshlik uchun qo'zg'almadi. Xitoyning vahshiyligini agar shundoq davom qilsa, aytsimi bu ishning o'zlariga kelganligini, buningdan endisha va ensirash mushu tuyg'u bilan paydo bo'ldi. Ya'ni biz ba'zi qarindoshlarimiz voy Uyg'urlarni Xitoylar qo'lladi deb mundaqmi deydi, balkim qo'llaganlar bo'lishi mumkin. Ammo asosli Xitoyning chiqqan bu harakatlar Xitoy hukumatining shu qilmishiga qarshi norozilikdan chiqdi. Endi darvaqa siz degandek Xitoy ichida tarqalgan bu norozilik jim o'tirish, andan keyin to'plish orqali norozilik va eng oxirida oqvaraq harakatiga aylandi bu. Ya'ni hech qanday bir narsa yozmay bir oqvaraqni qo'lida tutish orqali nayti ma'sum, nayti sabiyane halda shunday tuyg'ular bilan Xitoy hukumatiga norozilik bildirish va Xitoy hukumatiga bo'lgan o'zlarining inkosini bildirish. Bu dunyo miqyosiga taraldi siz degandek. Mana hozir biz buni nima qilyapmiz? Afsuski
Ölgen jalla hakkında emas, nurgun devletlerde ve halklarının kalısıda kalgan tesir hazır şu akkaga çok kaldı, bir simbol olup kaldı. Yani bu simbol mu? Bu Xitayning şu muşunak tedbirsizligi ve insanların şuna kamal kılgan siyasete karşı bir simbol oldu. Bu şunun asli mahiyeti, yaki bu narazılıkның kelip çıkışıga sebep olgan 40'dan artık yoki 50'den artık, hatta ba'zi matbuotlarda 100'den artık. Qarindishimizning fojiasi unutildi. Şonlaşqa bu ak qog'oz harakati, ak varaq harakati deganimizda biz bu ak varaq harakatining Uyg'urlarga munosabatli kelgan bu doim bu ulanishni doim qurishimiz kerak. Bo'lmasa normal Xitoylarning nazaridagi bu ak varaq harakati degan gap shu hukumat qarshi norozilik deb shundan yana bir qo'shimcha bir ma'lumot. Bir aydan balduroq bo'ldi, bir oydak bo'ldi. Bir qarindishimiz shu vatandan ketdikan, men bilan ayrim ko'rishdi. Shu Urumchining shu Tangratog' rayonida turdi ekan. Men alayda so'radim shu ot ketish voqeasi va bu yerda shahid qilingan qarindoshlarimizning ahvolini hech gap qilishdan burun ko'zdan ikki tomchi yosh chiqdi. Bana cevap veriştim burun, şu kardeşimiz gözü çıktım yaş çıktı. Şuna kara minin mi yaş çıktı ya hazır mı yaş çıktı? Anadaki biraz turulip, pek içini çıkıp gitti aka dedi. Hatta jığlayan mı dok dedi. Hazır oylasam ben jığlayayım dedi. Şu kızının şu nemesi göz aldım gelip hazır ben mi jığlayayım? Demek ki insanlar hatta ürümçilik insanların ama uçur ilişkinin kamal kıygan fakat hem de qarindoshlarimiz şu Xitoyning şu erkek qirg'inchilik siyosatidan keyin bir-biri bilan yaqin bo'lgan aloqa qilamizmi kimdan nada kim bor ismlarini vatanni qarindoshlar urug' tuqqan do'st birodarlarining ismlarini yodlashga boshlagan. Navod yo'qolib ketsa bir uchurlar menda bo'lsin deb. Şu qarindishimizning deyishicha 100'dan ortiq deydi. O 5 qavat o't ketgan yerda, o har bir qavatda shunaq 4-5 dan uyi bor deydi. Anandikin bu uylarni hali qimmat uylatdi deydi. Anandikin shu taloqqa chiqmaysan usi deb har bir uyda ba'zida 10 hatta 15 odam yashaganlar bor deydi. Shundoq deydi. Uyg'urlar Naychisiz o'ltiraqlashgan rayonning birisi. O yerda o 5 qavatda 10 adam öldü dese, 15 öldü dese meyletti. 10 adam, 10 aile bosuma 40-50 adam degen gap. Ölgenler yamançık, hatta 100 emas, bir qancha 100'den işi mümkün. Xitoy hukumati shuning uchun nim bo'lib ketdi. Anadan keyin shu binadagilarning hammini yutkivatdi Xitoylar deydi, taritib, hatta shu tutib, mushaqiri yaqinmaysan. Anadan keyin hatta yolg'onlardan doktorxonalarga shu yatkuzibdi ularni, yatkuzib ishlarni pechatlab hech kim bilan aloqa qilmaysan deb, hatto ba'zilarining esda tutish qobiliyatini yo'qotadigan dori berganlik gaplarni anglab deb aytdi. Vahshiy maykalarni anglab. Shunchalik vahshiy bo'lg'achqa shu qizdim men mush savolni so'rashim bilan haqiqatan yig'lab ketdi. Shuning qarab hozir meningmi ko'nglim yerim. Shunlashqa bu mesele Xitoyning millatimizga qaratgan vahshiyligini ko'rsatadigan irqiy qirg'inchilik jinoyatini Xitoy rad qilgan bilan shu vaqa Xitoyning irqiy qirg'inchilikni hech ikkilanmay ilib bordiganligini ko'rsatadigan dalil paketlarning birisi. Yalnız biz Urumchini deymiz. Uningdan boshqa Qashqa, G'ulja va boshqa Xotan, boshqa joylarda özünün hayatını nabut kıygan, sekrep ölüvagan, oşluktan ölgen, uzğuluk yetişmezken ölgen begona narsıyla küçük yaştaki balılar. Biz bulanın teknimisine Xitoy hükümeti malumatını kamal kılgın için kullanmadık ama şu Urumchidan kelgan kızını da işçi yamanca kadam ölüp gitti dedi. Oşluktan ölüşmek tesken aka dedi. Okuyup öldürmesi asanken ama açlıktan ölüşmek tesken acaba teskillerini köydük de artık yapılmayla çıkarttı elimden. Şu neyse beni bütün vücudumni
bir hafta men hoşum kelenmedim. Bunu hazırmı şunun təsirinde kalıvattım ben. Şoňlaşka bu bizning qarindaşlarımız otursadı bu. Meyli teşkilatlarımız bolsun. Tünügünde başlap reisimiz Kanada'daki paranlaşkan devlet, hükümet erbapları hemmisiga bunu hatırlattı. Biz bunu nime kılışla hakkında ulağı dedik. Qarindaşlarımız, aldı bilen bizning vatan sırtı qarindaşlarımız bu şu qirg'inchilik haqida bir o'ltirib o'ylanish kerak. Yana bu haqida qanday materiallar to'plash kerak? Biz nimalarni bilamiz? Tamam, Xitoy hukumati ushulni qamal qiladi. Biz bir tarix qoldiramiz keyingi avlodlarga. Vatanda buni qoldirolmaydi qarindoshlar. Balkim qoldirganlar bor. Ammo chet eldagilar nima tarix qoldiramiz? Shundoq bir vahshiy qirg'inchilik haqida. Shunlashqa har bir qarindoshlarimiz nima bilsa, shuni bugun meyli ijtimoiy taratquda, meyli do'stlar suhbatida nim bo'lsa, quruq gap qilmay bugun mush haqida paranglashadigan kun, biladigan uchurlarni o'rtoqlashadigan kun, bu uchurlar tarixda kelib qoladi. Yaxshi, biroz uzatib o'tdim. Ko'p rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Yo'qsa uzatadığınız eksinchi nihoyatda muhim bo'lgan uchurlarni, birinchi qo'l materiallarni biz bilan o'rtoqlashgan bo'ldingiz. Buni anglash jarayonida men o'zim shaxsan naq maydonda bo'lmasam, xuddi bo'lgandek bo'lib, butun badnim bir to'xat bo'lgan bo'ldi. Haqiqatan bu bir odamninki ko'ngli yerim qiladigan bir fojia. Hali ham biz taxichi o'timiz o'chmidi, tag'ibay degandek. Xo'sh, To'lqin Aysa afandim, sizning savolim bo'lsa, naq mushning munosabatli shaklda bu o't afti, yani bu fojia yuz bergan vaqtda, ayni vaqtda butun dunyodagi Uyg'urlar degidek qo'zg'alib ketgan. Hammasi degidek har xil har yangi o'zininki e'tirozini, noroziligini turli shakllar bilan ifodalagan edi. Endi to'liq bir ochiq haqiqat bo'lsa, amdilik bo'lgan bo'lsa, bu burunqidek bu jonliqlik, bu aktivlik, bu qaynagan vijdon yoki yurak din asarmi qolmagandek bir ahvolda bo'ladi. Siz bu haqqa qanday qaraysiz? Biz Mehmet To'xta efendi biraz dep o'tdi. Bunun qanchalik fojialik, ichinchlik bir voqea ekanligini, yalnız bir qatimliq undaq normal ketgan o't deb tushunmasligimiz kerakligini tamamen qetilaman. Siz mi degandekidek o'tgan yil bu harakat o't ketish insonlarimiz o'lgan bu fojia yuz bergan vaqtda biz Dünya Kurulu'nun bir heyet Avustralya'da etdik. 2 haftalık bir seferge bağat. Seferimizin yerimede bu vaka yüz bergendikin biz derhal ben Avrupa kayıttım, Ömer Kanat Amerika kayıttı, derhal Avrupa kayıttı, Avrupa parlamentoga bardık. Muşnun lobisi kılıp abiyat degandikidek bu bir karar Avrupa parlamentinin çıkarış hareket kıldık. Dünyanın hem yerde namayişler oldu, narazılık hareket oldu. Tek bir yıl oldu. Biz hem de milletimiz güzel ahlakımız boğan, biz pəxrindığan alicenab bir millet. Ama pek epuçan, asan unutup tarihten ders almaydıgan, vay Allah'tan kepti, Xudadan kepti dep cık neslerge itibarsız qaraydıgan va yoki bo'lmasa özümüz aşan təsəlli berdigan bir millet. Belki bizning buncha azaplarga, buncha fajialarga nisbatan ayakta tik turib, yana Uyg'ur millatining milliy ruhimizda, har nimamizni davomli turishimizda bu xil itibarsiz qarash va yoki bo'lmasa bu ruh ijobiy rol o'ynagan bo'lishi mumkin. Ama tarix unutib ketadigan narsa emas. Tarix gelecek üçün yol gösterdiğin, tecrübe çıkırdığın, ders savaşı çıkırdığın bir hadise. Şundan tek bir yıl oldu. Ötken yıl kösetken siz degandekidek bu ciddiyetini, halkımızın o Xitay hükümetindeki boğan o narazılığını, bu cinayetinin sebebini eniqlaş için kösetken bu tirişçallık veya ki bu narazılık hareketleri büyül diyendikidek yüzünü köstermeye kıp kaldı. Ama cik yerlerde yanına bu hareket birkaç gündeki gün buldu. Mesela biz tönü gün Ottawa'da
Keşte Ottawa'da Uygurlar yok. Şunda bolsunmu 30-40 yurttaşlarımız Ottawa Uygur merkeziga toplanıp aşağıda biz hatmi Kur'an kıldık. Hatmi Kur'an kılıp bu günü hatırlap bu gün hakkında bir sohbet ettirip aşı şekilde şehitlerimizin Kur'an talavet kıldık. Eslep öttük. Ve biraz ilgili Mehmet Dokut Efendi degeniydek biz Ottawa'da buluvatkan 3 günlük hükümetler bilen, Kanada hükümeti bilen, parlamentler bilen bo'lgan bütün sohbetlerimizde biz bunu oturup koyduk. 24 yıl. Bugün bir facialik bir gün bo'lganligi Xitoyning erkiy qirg'inchilik siyosatining tipik bir ifodalanışı buningdan bir yil ilgari yuz berganligi shuni bu kunni unutmasligimiz kerakligini. Bu kun haqida parlamenterlarninki, har qaysi siyosiy guruhlarninki ve hükümetinin bunun bir avaz çıkarışı bu orqali xalqimizga bir medet berişi bu cinayetinin hiç sorak sualsız qanmaydiganligidan ibaret bu signalni berişi kerakligi haqida sözleştik. Belki bugün Kanada'nın parlament azaları, her qaysi siyasi partiyaları, hatta hükümetlerden bu mesele bu günü hatırlayan bir mesajda çıkıdı da oylayımız. Hatta tünü gün biz güreşken blok deydigan siyasi partiyanın rehberi biz bilen ak qog'ozdan turib resim tushib tünü gün onu e'lon qildi. Bu hafta bir bayonot berdiganligini dedi. Demek o'xshash harakat dunyoning har qaysi joylarida bo'lish kerak. Dünya qurultiyi bu vaqtda bir bayonot berdik. 2 gün ilgari berdik ve bütün teşkilatlarımızda, faaliyetçilerimizde, halkımızda bu günü unutup kalmaslıkka çağırış bilen birge dünyanı ciddi hareket ötüp bu kırgınçılıkını, bu cinayetini sadır kılan hükümet veya ki sakçılarının bu cinayetçilerin cinayet kılmışlığı sürüştü kılınış gerek, tekşürüş veriliş gerek ve hazır Xitoy hükümeti aniq sonli voqea haqida hech qanday bir aniq ma'lumot e'lon qilgani yo'q. Buni bir qatimliq o'tib ketgan deblar bunda kichikliklar o'tib ketib bordi. Shuni buni dunyo Xitoy hukumatining buning javobgarligini tortish kerak degan chaqirig'imizni o'tirib qo'ygan bo'ldik. Biz yana o'xshash shu chaqiriqni o'tirib qo'yamiz. Albatta xalqarodan, davlatlardan, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan bu chaqiriqni biz dunyo qurultoyi bo'lib, tashkilotlar bo'lib buni davomlashtiramiz. Bu ayrı bir mesele ama halkımız bunu unutup kalması gerek. Vicdanına sual koyuş gerek. Kırgınçlık devam kuvvetudu. Biz abiyetin dediğimizdeki bir vaktin ötüşüyle xuddi bu zulüm, bu kırgınçlık normal bir hadise gidek, bilinip kalması gerek. Bizim insanlarımızga bu xuddi normal bir hadise gidek. Bu buluş gerek bir hadise gidek. Xuddi bu jaran unda bulması gerek. Bu egir bir facia hazırım devam kuvvetudu. Şunu her işinin ciddiyetine ve bu işin devam kuvvetkallığı ibaret bir reallıkne ölüp ketken insanlarımızdaki cevapkarlığını Xitoy hükümetinin dünyadan talep kılışımız gerek. Bu günlerde en azından her bir Uygur buluş süftümüz bilen çetel vatanda bunu hatırlaş imkaniyeti yok. Çetellik Uygurlar hiç olmasa bir gün ya bir roz tutuş arkalık narazılığını bildiriş gerek, aşk ilan kılış arkalık. Ya bulmasa bir cüme namazdır da gaybi namazlarını çürüş arkalık Uygur cemaati bunu hatırlaş gerek. Bunu bazı devletler biz orlaştırdık. Bugün Germanya'da bu hareket buludu. Yani bazı devletlerden buluşu mümkün. Bu çokum bazı teşkilatla orlaştırılgan şey var. Bazı pıtır halk seferber bulup özlüğüden bu ruhni kalbimizde yaşatılgan mesuliyetimiz var. Dep oylayım. Şununla hem de Kanada'da hem de tanıttı saat 8 oldu. Belki dünyanın başka yerlerinde Avustralya'da, Türkiye'de, Avrupa'da bu hareket devam kıvatkan boz gerek de oylayım. Şunun deydiğimiz bunu bu birinci yıldaki her yılı biz bunu ciddi usullarla hatırlaşmamız gerek. Rahmet etraflılık cevap verdiğiniz için. Hoş, ahırda Mehmet Dokut efendim sizden soraydıgınım bolsa, körümenlerimizge muşu ot apti, muşu paciye toğruluk bolsun veya kime İbadetin Dolkun İsa efendimden sorğandek muşu dava faqatla ma'lum bir teşkilatlarınki yoki ma'lum bir teşkilat rehberlerinin mi
yoki mushundoq cho'ng bir voqea chiqishi kerakmi jazman butun uyg'urlarninki birla vaqt qo'zg'alish uchun e, bu haqda bir oxirida deydigan bir ko'ngil so'zingiz bormi? Ko'p rahmat. Bayatın siz degandek bu ot o'chmidi. Bu ot o'chmaslik kerak. Bu otni o'chamasligimiz kerak. Bu ot yolg'iz ot emas, qisas oti bo'lishi kerak. O'lgan u narsada jonlar, o'ldirilgan, kuydirilgan bu insonlar unutilmasligi kerak va bularning to'lagan bedelining bir ma'nosi bo'lishi kerak. O'ldi ketdi emas. Buning bizning Uyg'ur millatining yuragimizda, jismimizda, ruhimizda bir ma'nosi bo'lishi kerak buni. Shuning uchun bu timtaslik ba'zida insonni hayron qoldirdi. Daha 10 yil bo'lmadi, raismin 1 yil oldu. Shuni qurultay xotirlatmasa qancha odam xotirladi. Yani bu oldi bilan hayotimizni o'zimiz qadrlashimiz kerak. Özümüzün insanlarımızı özümüz qadrlashimiz kerak. Bu insonlarga özümüz ega chiqishimiz kerak. Onundan keyin biz boshqalardan bir narsa talab qila olamiz. Lagerga kirdi, tugadi, öldü, tugadi va kesib o'tibdi 15 yil. Bu odatdagi parang'aylik qoldi hozir bizda. Demisem umumizlik bo'lgani uchun shu, lekin bu bedellarimizda tikan qiladigan, qisas o'tini yolqinjitadigan qanday qilib men xalqimning hozir duchor bo'layotgan, beshi kelayotgan shu ig'ir fojiadan qutulish uchun qo'limdan eriqcha, bug'doycha nima kasib men qila olayman? Bu savolni so'raydigan. Shunda kun, shu irqiy qirg'inchilik ma'lum bo'lgan 2016dan boshlab men chaqiriq qildim, nurg'un shaxslarni chaqiriq qilib butun tonigan bilganlaringlarning ismini yozib qo'yinglar. Tug'ilgan yil kuninizni qo'yinglar, bir xotir rasmlarni saqlab qo'yinglar, tugul lozim bo'ladi deb. Shu Uyg'ur soti jarayonida shuni ko'rdikki, qarindoshlarimiz o'zining, boshqalarning emas, boshqa millatning emas, o'zining urug' tuqqanlarining arxivini tutmagan, bilmaydi. Anda bo'lgani uchun bu beparvolik Xitoyni kuchlantirdi. Shu timtas tug'an qarindoshlar shuni bilsinki, bularning beparvorligi bularni tarafsiz qilmaydi, Xitoyni kuchlantirdi. Bularning jimjitligi Xitoyni kuchlantirdi. Zolimni kuchlantirdi, zulmni kuchlantirdi, xalqimizga to'qmoq bo'lib beshiga tegdi. Shunlashqa bu qarindoshlar bu jimjitligini men kichikgina bir hushyorlik qilib hayotimni qutqizib, shunday bir yo'l tutay deb tushunishi mumkin. Bu amaliyotda Xitoyni kuchlantiradigan, xalqimizning beshidagi zulmning uzun muddat davomlashishiga katalizatorlik qilayotgan bir omil. Xitoy dal shundan foydalanadi. Shunlashqa bu o'pcha bir safarbarlik harakati, millatni qutqizish o'pcha bir safarbarlik harakati, Sharqiy Turkiston davlatini qurish o'pcha bir safarbarlik harakati, yig'in majlisining ishi emas. Oldi bilan xalqimiz bu nuqtaga kelish kerak. Şu 24 noyabrda xalqaro matbuotlar qanchalik taqatgan bo'lsa, ijtimoiy taratqularga qanchalik shu o'tning nimasi tushgan bo'lsa, ko'rinishlari biz shuni bilamiz hozirgacha. Undan ortiq bir narsani bilmaymiz. Halbuki kelib ketganlar bor xil sababdan kichikgina bir gram vijdoni bo'lgan inson bu shundan bizga kerakli bir ma'lumotlarni bildiganlar yo'qmi bor? Çeteldi çokum var. Hatta şu binada tukalları var. Şu bina bilen bağda keldisi var. Nurgun insanlar var. Bu cimcitlik buzuluş gerek. Benim halkımızın kıldığın çakırığım şu. O kurultay reisi hani kıptı. Kurultay faaliyetini kıptı. O haberini elbette takip kılış gerek. Lekin ben bunun kandak bir hessamını koşumak. Qanday qilib mushu bir kesakning ustiga men bir yerim kesak yoki bir chalma qo'yayman. Ma binoning inshot tamomlanishi uchun men qanday o'zim nasimni qo'shaman. Da'vo Sharqiy Turkiston da'vosi, davlat qurish da'vosi, milliy mustaqillik nasli keltirish da'vosi mushundoq o'pchi safarbarlik bilan bo'ladi. Tashkilotlarning albatta buni xotirlatish vazifasi bor. Lekin aslida bo'ladigini xalqimizning tashkilotning oldin zo'rlashi. Xalqimizdan tashkilotlarga turtki bo'lishi, yaxshi qilyapsa taqmi qil, mama nima deb qilmaysa. Bu haqiqiy o'qituvchilik bu. Bir-birimizni tillab o'ynash emas.
Öktüçülük az kıldın, nime dep çıkınmaysa. Mani yumuşak dep kaldın, nime dep mani kattık demeyse. Mavu öktüçülük. Şoňlaşka bu upçı seferberlik kurultayga, şu Dünya Uygur Kurultayı başlık, yerlik teşkilatla, Şarkı Türkistan Milli Davası'nın baş yetekçilik kılavatkan, onun ruhunu sevatkan, bu uzun seferini kandak baskıçlar bilen tamamlap, halkımızdan arzusunu amalga aşırış için kiç gündüz köreş kıvatkan bu teşkilat karındaşlarga halkımız her yerden ilgi çıkış gerek. Hatırıltı şarkılık ilgi çıkış gerek. Türkülük rol oyna şarkılık ve bilgilerini ortaklış şarkılık, kemiyani toluqla şarkılık. Bu binanın kuruluşuna benim kolumdan ne mikelse şunu men hessemni koşay deyiş arkalık. Muşundaq Ürümçi faciasidek facialerde kurultayının her kanday imkanlarını seferber kısmı kolga düşüre aladigan materialları var ve halkımızdan kıla alaydigan bazı imkanları var. Kurultay halkımızın avazı, dünyanın her yerdeki avazı. Onda boğaçka halkımız her kandak müşakkadaki malumatlarını hatırlaş velerle kanmasın, dua kılış velerle kanmasın. Hele hem keç kanmayımız. Şu binada Xitay hükümeti ilan kılgan bolsa, kılmagan bolsa, biz bunun nimesini tep çıkarışımız gerek, sürüştü kılıp. Bunu halkımız kılış gerek. Kurultay kılanmaydı bu işlerini. Halkımız kılış gerek, halkımız seferber oluş gerek. Yani menin en ahırda deydiğim şu. Yani ilaki kısas otuğa alınış gerek deyişimden sebebi şu. Bu halkımızın bu facia kısas otuğa aylanmay turup, yürügede bu kısas yalkunu yalkuncumay turup, Xitay mançılık edimimni öltedi, küydürüp öltedi. Ve onun kısasını için men nime kılımen dege hareket noktası aylanmay turup, her yılda muşundaq dualar bilen hatırlaş elbette yaxşı, lekin kısasının tedbirlerini, kısasının asasını şekillendirdiğin, şu yerde bolgan emeli ahvalını, kançılık hakikatga yakın bilalesek, şunçlik derecede bunun materyallerini kurultay bilen ortaklaşış, müşakkada mümkün bolsa bir arxiv turguzuş, müşakkada maxsus bir bizning Uyghur tadqiqotchilarimiz var, tadqiqot temiz qilish, hatta o'quvchilarimiz var. Muşu master, doktor tezleri yazıda bu qarindoshlarimiz. Muşunu temi qilib tutush, maktab o'rinlashtirmaydi. Men mani bir temi qilib tutay. Mayli. Bir qadam hozirgidan ilgarilaydigan ma'lumot bersak yaxshi. Ikki qadam. Ba'zi akademiklar buni qila oladi, tarafsiz o'rinda turib. Hatta o'zi qilolmasa, chet el o'qiyotgan chet ellik o'quvchilar va bularga bu temani bera oladi. Bu tema bir tadqiqot, bir arash nima temasi bo'lib, bizning chet ellarda hozir nurg'un o'qiyotgan o'quvchilarimiz hatta universitetlar shular bor. Shuning bir temasi qo'yilib, qo'limizdan kelishicha mushaqada maxsus bir tadqiqot, izdinish, shundoq bo'lsa, texnik ko'p uchurlarni bilsak, xalqimizni safarbar qilish va o'zimizning ruhiy va irodamizni qamchilaydigan texnik yaxshi turtkilik bir omilga aylandi deb qarayman. Shunlashqa shuni hamda Kurultay qo'ldan kelgan imkonni quvvatidi. Kurultayning sirtidagi akademik insonlar, ziyolilar, o'quvchilar, universitetlar bilan aloqasi bor. Anadan keyin vatan bilan shunday aloqasi bor. Shu binoning atrofida o'ltirgan, ko'rgan, bilgan, nim qiladigan ma'lumoti bor. Topli safarbarlik menimcha lozim hozir shu Kurultay televiziyasi vasitasi bilan men buni xalqimizga nim qilay. Ya'ni hammani tashkilotlar orqali emas, tashkilot sirtida ishlarni bo'lmagan asli bizning yuz qaramizda. Shundaq bir ig'ir voqea hammamizning yuragimiz yorildi. Hozirgacha mushaqqat to'xtab turaman bir tadqiq qilib boqay. Mushu bir boshlang'ichning bo'lmaganligi hammamizni o'ylantirish kerak. Hürmetli Mehmet Toht efendim, ait etraflık ve orunluk cevaplarını verdiğiniz sözlerini kıldınız. Bu hem benim hazır reisimiz Dolkun İsa efendimden sormak çoğun sualımını tıkımı adilaştırdı, kolaylaştırdı desem buldu. Hoş, hürmetlik Dolkun İsa efendim, sizden sualım bolsa, yukarıda Mehmet Toht efendim dep ötti. Bu kısas otuğa ayrılış gerek. Bu kısasını ilişişimiz için etraflık şekilde tayyorlik qilishimiz gerekti. Hoş, Dünya Uyghur Kurultayı yalğız bir şu bo'lgan voqea, facia orqali qilmaydi albatta.
bu jarayonda Xitoydan bo'libmi shu fojiani surishtirirish haqida qanday plani va qanday qilishni o'ylashidi? Birisi suolim shu, yana birisi bo'lsa va bu jarayonda xalqimizdan nimani kutadi? Mehmet Tohta efendim nayte yaxşı bir cümle işletti. Bu ot öşmedi bu kısas ot edip. Hakikaten bu kısas ötü. Kısas otunu ölçemezligimiz gerek. Bunu hatırlaştığın üzere muş kısas otunu ölçemegenlikinin bir tipik ifadeleri oldu. Hem de dünya kurultayı bu meselenin şu vaka yüz bergendeki lam derhal biz seferlerimizi tutup dünyanın her kaç teşkilat rehberlerimizden kurultay rehberleri ciddi telefonu yerine, video yerine açıp bunu müzakere kıldık. Her kaç devletlerde imkaniyetle kısa bir vaktin içinde ve yer begen dair içinde dünyanın dikkatini, bunun siyasilerin dikkatini, devletlerin dikkatini taşıtırıştık. Abiyetim dep ettik. Avrupa İttifakı'nı kayıttık derhal bir karar çıkarıştırıştık. Mehmet Tokta abiyetim ben diyendik. Hatta Kanada baş ministri bu hafta yüz bayanat verdi. Amerika'nın Taşkı İşler Ministerliği'nin bu hafta bayanatlar çıktığı zamanda hem dünya kurultayı bolaylı, başka teşkilatlar bolaylı bunu biz devamlı gün tertip geldik. Bulup şu hani bir yıllıkının aldıda biz abiyetimi dep öttük Kanada'daki ziyaretimizde oturup koygan yani uzun müddetli planlarımız var. Devam kılatkan projelerimiz var, programlarımız var. Ama biz ulardan ma meseleni şu hatır günü bulavatqa vaqtda halkımızga medet beriş ve Xitoyni bu işni unutup ketdi dünya dep qaramaslik uchun bunun javobgarlik surish qilinishi kerak deb buni ta'kidladik. Ta'kidladik. Biz dunyoga chaqiriq bayonotlar e'lon qilib bunun tekshirilishi jinoyatning aniqlanishi kerak. Buni davomli yanglab turamiz. Biz her yerde bunu kun tartibga kelib turamiz. Bu ölüp ketdi şekilde emas. Bu ölüp ketken bo'lsa, Xitoy degandek oddiy bir o'tapti degan taqdiringizda bir inson o'lgan jon meselesi var bu yerda. Bir insan ölüp ketsin şu devletinin her qanday bir diktatör devletinin kanun oldu. Bunun sebebi sürüş kılıngan gap. Bu yakta 10 adam öldü dedi Xitoyning gibi oyunchilik taqdirning o'zingizda mı? Bu 10 adam ölgen bolsa bu 10 adamning ölgenliginin ki sebepkarlığı hiç kılınıp bir mi insanı cezalagan bir nesne anlamadı hazır. Xitoy bundan nesne ilan kılmadı. Demek bunu biz Xitoy hükümetinden xalqaro besim bilan davamlı talep kılımız. Bunu en azından eğer bugünkü günde Xitoy hükümeti bu cinayet için qetip tutulganda kan bosumu ama Mehmet Toktabiyettin efendim dedi bunun tefsilatları hatırlanış gerek, unutup kalmaslık gerek, nimi bilsek bula saklanış gerek ki hüccet olup bugün onun mesuliyeti cinayeti sürüştü kılıp onun cevapkarlığını sürüş kıldıran imkaniyet kolumuzda bulması bir gün kilido bu neyse. Kilido. Biz turmalarda cezalarında yatkan, ölüp ketken insanlarımızın kan kısasını alımız, onun cinayetlerini unutup kalmay, onun sorumluluğunu kılımız da hareket kıvatımız bu mu şunun bir parçası. Şunun vatanımızda boğan her kandak en küçük ve çoğun hareketler bunun akıbetleri hatırlanış gerek. Bulup mu bu mesele kelgan chaqda bizning yozuvchilarimiz cho'ng mas'uliyat tushidi. Hayajonni, hissiyotni aralashtirmay, bo'lgan voqeani o'z vaqtida yozib qo'yishning o'zi buni va sosyal medyalarda paylashish, vatanga kelganlar Abiyat Mehmet To'xta Efendi dedeyine bir kişi bir qıtımlık söhbetde bu meselenin qancha fojialik bo'lganligini debdi. Belki bu voqeani biladigan minglarca insan bo'lishi mumkin. Veya ki şu binada şunun etrafı divatkan o hılı 10 qavatlik igiz bina bu. 20 qavatga yakın bir bina. Bunun içinde en azı bir qancha yüz aile var. Bularning urug' tuqqanlari var, do'st birodarlari var. Bular nimani bilgan bo'lsa, bunda bo'pti emas. Chunki keyin bir qancha vaqt o'tgandan keyin bu bir nimaga aylanib ketdi, rivoyatga aylanib ketdi. Şunun için biz dünya grubu kurultayı olup xalqaradan bunun cinayetini sürüş qilishga davomli hareketimizni qilamiz ve halkımızda fakat dünya emas her bununla hareket qilishimiz kerak. Bizim deydiğimiz şu, anındaki 12. ayının 9'u mesela yana bir tarihi bir gün kivatıdı bizge.
Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni xotirlash kuni Uyg'ur sotining qaror e'lon qilganligining 2-yilligi bo'ladi. Shuning bu kunnimi hozirdan boshlab insonlarimiz kallasida biz tashkilotlar bo'lib tayyorliklarni qilyapmiz. Ammo insonlar bo'libmi, xalqimiz bo'libmi bu kunni xotirlashning tayyorliklarini qilish kerak deb o'ylayman. İki yılınlağıma qaytadan rahmet. Bugünkü ziyaretimiz qabul qılğanlar üçün bugünkü bundaq facialik bir par künde nəhayət bir əhəmiyyətlik bir söhbət bolğan boldu deb oylayman. Çünki bunun içində burun görünmələrimizdə anlap baxmagan nurgulluğan yeni uçurlar, yeni xəbərlər otur qoyulğan boldu. Hörmətli görünmələr, bugünkü proqramımız meşəgiçi bolsun. Keng qitimliq sanımızgacha görüşkiçi aman bolğaysızlar. Mən Riyaset İftixar, həmmənlərə otluq salam yollayman. Allah'a emanet.